Bu jang ikki dunyoning to'qnashuvi. Bir tomonda Justin Gaethje og'riqdan yaralgan, mag'lubiyatdan qayta tug'ilgan takrorlanmas jangchi. Ikkinchi tomonda esa Ilia Topuria, yangi avlod yirtqichi, qo'rquv nimaligini bilmaydi. U har zarbada dushmanini yo'qotmoqchi. U g'alabani emas, merosni yaratmoqchi. Justin Gaethje portlovchi zarbalar, mustahkam temir kabi oyoqlar. U har safar ringga kirganida o'lim bilan bitim tuzadi. Topuria esa aniqlik va g'azab timsoli. Har bir zarbasida taxt meniki degan shior bilan ringga ko'tariladi. Bu jangda bir narsa aniq, kim orqaga chekinmaydi, o'sha g'alaba qozonadi. Azizlarim, ba'zan hayot seni uradi. Har safar yiqilsang, yana turasan. Justin Gaethje kabi. U og'riqni his qilmaydi, chunki og'riq bilan yashaydi. Ammo endi uning qarshisida yangi bo'ron turibdi. Ya'ni Ilia Topuria, yosh, g'azabli, to'xtamas jangchi. Bu jang avlodlar to'qnashuvi bo'ladi. Kimning yuragi kuchli bo'lsa, o'sha g'alaba qozonadi. Chunki bu ringda faqat bir narsa haqiqat. Yiqilmas jangchi bu qayta turadigan haqiqiy jangchidir. Bu yerda bir savol ochiq qolmoqda. Kim haqiqiy yengil vazn qiroli? Yillar davomida qon kechgan tajriba yoki yangi avlod yirtqichi? Azizlarim, ushbu kamtarona videom sizga yoqqan bo'lsa, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring va like bosib obuna bo'lishni unutmang.